Assalomu alaykum. Andijon Sifat mebel obunachilari. Navbatdagi mebelimiz Andijon Asakaga 4 metrli, bo'yi 3 metr Krashinni MDF fasonda yasab berganmiz. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, narx-navolari qanday bo'lyapti, ichida qanaqa bonuslari bor, qanaqa hisoblanadi, paganometr hisoblanadi, kvadrat hisoblanadi, qanaqa mebellar qilinadi, hamma narsalarni dastavka, ustanovka, hamma narsani video davomida aytib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Biz obzorni boshladik. Mebelimizni obzorini boshladik. Mebelimiz ranglarini mokriga, oq qilib, pasvet qilib berilgan Krashinni MDF materiallari. Stalislar Rossiya 10 yil garantiyasi bor, suvga ishmaydigan, Rossiya daraxtidan, Rossiya zavodidan chiqib keladi zavodskoy. Orqalariga ham stalistika qilib berganmiz. Suv umuman ishmaydi, suv tegsa ham ishmaydi. Xudo xolasa garantiyalari bilan mo'ykalari qo'yilgan, vitishga gazlari qo'yilgan. Bu tekada duf konturi bor va mikrovalnovkalari bor. Eng chekasiga katta shkaf. Bu tarafga xolodilnikni o'rab ketganmiz. Xolodilnik ranglari ham mebelga mos, pasvet qilingan. Hop. Bo'ylari 3 metr qilingan, tepaga ochiladigan antresol variantda bo'lgan. Hop, ichida nima-nimalar bonuslari bor. Ichida bonuslari mo'ykasi, tepasida mana sushulkasi. Hop, yana xolodonni ochganda qoshiq poddomi bor. Mo'ykani tagida musor paqirlari bor. O'zi ochiladigan, o'zi yopiladigan. Xo'p, yana tagida ledning chiroqlari bo'lishi kerak. Hozir elektrik ishlari bor ekan, hozircha qo'yilmadi. Led chiroqlari bor. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada xohlagan savollarni beringlar, javoblarni qilamiz. Xohlovchilar pastda bemalol nomerlar chiqarib qo'yamiz. Nomerlarga telefon qilsanglar, oshxonasi hali bitilmagan odamlar, masalan, klientlar bo'ladigan bo'lsa ham, razvedkasini joylarini telefonda tushuntirib qo'yamiz. Qildirmoqchi bo'lganlar, oshxona hali bitilmagan. Hozir ko'pchilik shoshilib remontini qilib olyapti, razvedkalar to'g'ri kelmay qolyapti. Biz joyga, masalan, xolodilnikni noto'g'ri qo'yib qo'yapti, vitishga, gazga noto'g'ri qo'yib qo'yishyapti. Ma'lumotini berib o'tamiz. Libo xohlagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar yoki pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, o'zimiz bafurtcha tushuntirib o'tamiz.